O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga yaqin kunlarda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligini nishonlaymiz. Bugun yurtimizda katta bunyodkorlik, qurilish va taraqqiyot ishlari amalga oshirilayotganini ko'rib, men ham faxrlanaman. Ammo bir savol meni yillardan buyon qiynab kelmoqda. Nega mustaqilligimizning 35 yili davomida mening oddiy va qonuniy muammom haligacha hal etilmagan? Shahar markazida eski vayron holatdagi uy-joyim hanuz saqlanib turibdi. Bu masala bo'yicha men barcha tegishli idoralarga qayta murojaat qildim. Qo'limda esa muammoni hal qilmaydigan, bir-birini takrorlaydigan ko'plab javob xatlari bor. Ya'ni menga xatlar ko'p berildi, ammo yechim berilmadi. Afsuski, mustaqilligimizning 35 yiliga qaramay, ayrim idoralarda hali ham byurokratiya, sansalorlik va fuqaroning murojaatini rasmiyatchilik bilan ko'rib chiqish holatlari saqlanib qolmoqda. Vaholanki, bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Men endi qayerga murojaat qilishim kerak? Shu sababli sizdan iltimos qilaman, ushbu masalani shaxsiy nazoratingizga olib va yillar davomida turli idoralar tomonidan berilgan javoblarni emas, aynan muammoning o'zini qonuniy hal etish bo'yicha amaliy chora ko'rilishini ta'minlang. Men talabim katta narsa emas, qonun asosida adolatli va aniq yechim. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida men ham o'z muammomga yillardan buyon kutib kelayotgan qonuniy yechimni olishni istayman. E'tiboringiz uchun rahmat.